Assalomu alaykum. 16-dars mavzu barglarning novdada joylashishi hamda barglarning ichki tuzilishi. Xo'p, barglarda novdada joylashishida 3 xil tarzda joylashadi. Navbat bilan, qarama-qarshi hamda halqa hosil qilib joylashadi. Barglari novdada ketma-ket, ya'ni navbat bilan joylashgan o'simliklarga 10 ta misol keltirilgan. Navbat bilan 10 ta. Ularga olma, o'rik, tut, do'lana, 5 oqquray, 6 terak, 7 atirgul, 8 g'o'za, 9 tok va 10-si pomidor. Xo'p, barglari novdada qarama-qarshi joylashgan. Bunga ham 10 ta misol keltirilgan. Ular rayhon, yalpiz, chinnigul, ligustrum, 5 nastarin, 6 dalachoy, 7 kovrak, 8 marmarak, 9 gazanda va 10-si kampir cho'pon. Xo'p, endi 3-si halqa hosil qilib joylashgan o'simliklar. Bunga 3 ta misol keltirilgan xolos. Birinchisi sambitgul, ikkinchisi qirqbo'g'in, va 3-si qumro't. Endi yana soyasevar hamda yorug'sevar o'simliklarga misol keltirib o'tilgan. Ulardan ham yozib o'tamiz. Soyasevar. Soyasevarga 3 ta o'simlik misol keltirilgan. Birinchisi xina, ikkinchisi bunafsha, va 3-si yovvoyi qulpinak. Xo'p, yorug'sevar o'simliklar. Besh ta o'simlik misol keltirilgan. Xo'p, ularga kungaboqar, ikkinchisi yantoq, 3 kartoshka, 4-si pomidor, 5-si g'o'za o'simliklari misol keltirilgan. Xo'p, endi barglarni ichki tuzilishi. Barg yaprog'ini ustki hamda ostki tomonidan po'st qavat qoplab turadi. Po'st qavat hujayralari juda ham zid joylashgan bo'ladi va deyarli po'st hujayralarining barchasi shaffof bo'lib, ulardan yorug'lik ichkariga, ya'ni yaproqning ichki qismiga o'tib turadi. Xo'p, bulardan tashqari barg postida yana loviyasimon juft hujayralar bo'lib, ular sitoplazma, yadro hamda yashil tusdagi plastidalardan iborat bo'lib, aynan shu hujayralar barg og'izchasi hisoblanadi. Barg og'izchasi yaproqning ostki hamda ustki qismlarida bo'ladi. Xo'p, barg yaprog'ini ustki hamda ostki po'st qavatini ichida barg eti joylashgan bo'ladi. Barg eti hujayralari qobiq, sitoplazma, yadro hamda xlorofil donajalaridan iborat bo'ladi. Barg eti hujayralari bir necha qavat bo'lib joylashgan bo'ladi, ya'ni barg eti bir necha qavat hujayralardan iborat bo'ladi. Birinchi qavat ustki bargning ustki po'st qismidan keyingi keladigani ustunchaga o'xshash uzunchoq hujayralar bo'ladi. Uni ostida esa ovvalsimon hamda yumaloqsimon shakldagi hujayralar bo'ladi. Bargni
ko'ndalangiga kesib ko'rganimizda bargni tomirlarini ko'rishimiz mumkin. Tomirlarning ichida esa qalin devorlik o'lik hujayralardan iborat o'tkazuvchi naylar bor. Va bundan tashqari o'sha barg tomirining ichida uzunchoq, cho'ziq, zanjir shaklida bir-biriga ulangan boshqa o'tkazuvchi hujayralar bor. Bular juda ham xuddi to'rga o'xshab, juda ham ko'p sonli teshikchalar orqali bir-biriga birikib, ular elaksimon naylarni hosil qiladi. Bu o'tkazuvchi naylar, tomirdagi o'tkazuvchi naylar o'sha suv va unda erigan organik moddalarni tashish vazifasini bajaradi. Va barg tomirida bu o'tkazuvchi nay hamda elaksimon naylardan tashqari juda ham uzun hujayralardan iborat pishiq qobiqli hujayralar bo'lib, ular tolalar deyiladi. Bu tolalar bargga mustahkamlik berish vazifasini bajaradi. Shu o'tkazuvchi naylar, elaksimon naylar hamda tolalar birgalikda tomirning boylamlarini, nay boylamlarini hosil qiladi. 16-mavzu bargning nodada joylashishi hamda bargning ichki tuzilishi. Berilgan ma'lumotlar shulardan iborat.